Bu hikoyadan keyin sizlarni ham ko'zingizdan yosh kelishiga 100% aminman. Bilasizmi, 1970-yildan boshlab 2017-yilgacha 23 millionta abort qilingan ekan. Faqatgina homila bo'lib qiz bola deb eshitishgani uchun. Kuni kecha har doim kelib yuradigan patsientkam 12 haftaligida qiz bolaligini bildim. Endi aytmoqchi bo'layotganimda uydagilar qiz farzand kutmayotganligi haqida so'zidan tushundim. Kimligini aytmadim. Ko'rinmayapti deb qo'ya qoldim, chunki abortga sababchi bo'lib qolishni men xohlamayman. 19 haftaligida почти 5 oylik degan homila srogida kelyapti. Mukarram opa, menga boshqa joyda qiz bolaligini aytdi, uyimdagilar oldirib yubor deyapti. Men aytayapman, bu abort emas, bu homilani o'ldirishlik hisoblanadi, bu odam o'ldirishga kiradi. Uyda bir o'g'il, bir qizi bor ayol, juda ham chiroyli, o'qimishli. Uyda qaynonasi bilan qaynopasi yana bir qiz bola chaqaloq paydo bo'lishini xohlamaganligini menga yetkazdi. Ayting qornimdagini o'g'il bola deb, Mukarram opa deb yig'lab yotdi. Tasavvur qiling meni holatimni. Xullas, turmush o'rtog'i uydagilariga qarshi chiqa olmaydi, bu ham abort qilasan deyapti. Uyda esa bir o'g'il, bir qiz farzandi bor. Bu farzandim ham yomon holatda katta bo'lishini xohlamayman deb aytyapti. Ya'ni o'g'il bola nabirani juda ham yaxshi kutib olgan. Tasavvur qiling, 1 yoshli qiz bolani har kunini yomon gaplar bilan seni biz xohlamagan edik, biz uyimizda qiz bola chaqaloqni xohlamagan edik degan so'zlar bilan boshlashadi. Bu qizimni ham shunaqa holatda katta bo'lishini xohlamayman deyapti. Nima deb o'ylaysizlar bunaqa holatda bolasini shu holatda katta qilishi, yana bitta farzandini o'ldirishga sababchi bo'lgan yaxshimi yoki bunaqa oiladan voz kechgan yaxshimi? Men juda ta'sirlandim to'g'risi.